Assalomu alaykum do'stlar. Bu Flex degan bola bizga challenge berdi. Agar PUBG o'ynasangiz sizga challenge Livikda birinchi chiqqan qurolni oxirigacha o'yning. Go. Bu bolani challenge'ini bajaramiz. Endi PUBG ga kirib oldik. Go. Bolalar mana obunachimizni anaqasini bajarish uchun biz PUBG ga kirib oldik. Endi Livikda bosamiz. Ular biz mana o'yinni bosdik. Endi obunachimizdan kelgan challenge'ni bajaramiz. Birinchi olgan orujamizni to'pib olamiz. Birinchi olamiz. Birinchi olgan orujamizni to'pib olamiz. Go, bo'pti, bajaramiz. Bolalar sizlar ham bundan ham zo'r, qiyin challenge'lar berib ketishinglar mumkin. Bajaramiz. Shu oldik. Adudi. Adudi. Bolalar biz mana eventga ham kelib oldik. Endi cho'chimasdan tushamiz eventga. Hammasi arablar ekan. Bor bitta ikkita o'zbeklar. Lekin arablar ko'p. Qaranglar, uje o'lib ketmasam bo'ldi. Qoch. Halaqtib qoldi. Ekran to'sib qo'ydi. Ko'rdinglar, birinchi qanaqa oruja topganimizni endi pastga tushib birinchi orujani aniqlaymiz. UMP ekan birinchi orujamiz. Mentiga hisobas. Xullas bolalar tushib olamiz, to'pni olishga harakat qilib, sal budjetlarga tushyapmiz bolalar. Uncha klassik o'ynayman, lekin tidem birga bir o'ynasa o'ynaveramiz. Obunalar esinglardan chiqmasin. Bolalar kimga ishonchli, tez va arzon yuz servis kerak bo'lsa, o'zimning yuz servisim bor. Silkasini kommentariyada qoldiraman. Vallahi iltimos obuna bo'lsangiz esinglardan chiqarmanglar, biz yangi youtuberlarmiz. Yaqinda stream boshlayman bolalar. Stream UCL lobbylar qilishda boshlayman. Streamga qo'shilib Telegram kanalida bo'ladi. Qaranglar, Telegram kanaliga kirasizlar, o'zingizlar Telegram kanalida kutib tursangiz streamni boshlayman. Lobbyxonaga kirishim bilan yangi lobbylar ochamiz va oddiy 4 tali rejimli lobbylar ham ochamiz bolalar. Bola mashinalar kuzatib boringlar. UCL lobby va hamma narsalar lobbylar shu kanalda bo'ladi va zava ko'taramiz. Zavalar ham ko'taraveramiz bolalar birgalashib. Ko'zdan chiqib qoldi, lekin obunachimiz tomonidan kelgan challenge. Hozir yana bitta UMP topishimiz kerak bolalar. UMP o'ta sotmaydi. Biz qo'yamiz. Buni o'qini tashlaymiz. Bizga bu kerak emas. Olamiz va UMP topildi bolalar. Endi mashina to'pir olishimiz kerak. Bola o'zi kuzatib boringlar. Bolalar squad keldi biz oldimizga.
Ketaverdi hozir squad kelib ketaverdi mashina. Voy Allah yondan tushadi bolalar. Ketaveramiz. Başlarına dikkatli olun. Silahlarımızdan tüketti. Atışardan gelin. Bacarağımız. Tamam koca. Bir dokuncu bormaydı çünkü yotib o'tyapman bola. Ikki bilan turayotgani. Bu bola ham bizga qiyinchiroq challenge berdi-da bola. Bu bajaramiz. Hamon chelchini. Challenge yozib qoldiringlar. Bola jicha qoldi o'yinimiz o'tirga qolishiga. Bitta chavramiz odam kelyapti. O yaxshi o'tib ketdi. O yaxshi. Ifloslarga kirishsa bo'ladi, bolalar. Ehtiyot bo'lish kerak unaqa. Tepada bitta sherik yo'q bolalar. Ehtiyotroq bo'lamiz. Bolalar yaqin Telegram kanal ochamiz. O'sha bo'lgandan keyin haligi psixlar o'yinini maktabdagi o'yinda sizlarga yutibga qo'yaman. Va bilovlanib o'ynaymiz bolalar. O'zingizlar ko'rgandek o'tgan videolarda bitta bilan TDMda qiynagandek sizlardan ham qiynayman. Kommentariyada adila qoldirish esingizdan chiqmasin bolalar. Yaxshi tepada ham odam bor hozirchalik. Ili chalg'itib borib olamiz. Bo'lgandan keyin tepada shak kelyapti. Besa alayotgan. Yaxshi odam keldi bolalar. Ona doyashgan ona ikkita chiqdi. Bolalar yovun izlagan chiqmasin. Sizlar uchun shuncha harakat qilamiz. Endi bu yerga buni qo'yamiz. Va boramiz. Bunday o'tayapmiz. Shunaqa ishga to'g'ramiz. Hozir zona kelyapti. Lekin zona ichidamiz biz. Hozir sekin-astalikda metodiklar qilib olish kerak. Ular aytganimda uni kirishsalar. Ular biz ikki tarafdan ketyapmiz. Akalar like bosinglarmi? So'nggi paytlarda like qilmayapti. Bu ko'rdinglar, kirisan tepadagini. Do'stlar, Horror 2 degan o'yinimizni ikkinchi qismini ham chiqardik. Shuning uchun sizga javob kanaliga omma Ko'rdinglar bola kirisan. indamay o'lib ketyapmiz. Yana qandaydir horror bola ko'rdinglar.
chiqarli bo'lsam oxirigacha qoldik. Challenge berishni unutmanglar. Like, obuna sizlardan chiqmasin. Hammaga xayr, sizlar bilan Tadijavoq bo'ldi.